Minecraft lekin men mana shu onloy o'pmak degan parkurdan o'taman. Agar sizlarga yangi bo'lsangiz, like va obuna bo'lib qo'yishingizni chiqmasin. Agar aytgancha bu meni yangi YouTube kanalim. O'zimning YouTube kanalim o'chib ketdi. Ya'ni YouTube kanalim shunday YouTube'da mendan o'chirib ketdi. Shuning uchun ham bu YouTube kanalimda ham ko'tarilishga yordam berasiz degan umiddaman. Hoppa. Shunga e'tibor qilmaysizlar, sal tomog'im bo'g'ilgan. Hop, qo'yamiz. Men buni aynan shu videoni o'rtog'im bilan birinchi YouTube kanalimda ham olgan edim. 2,5 ming obunachi. Shuning uchun do'stlar, sizlar menga yordam berasiz degan umiddaman. Hali ham miskin o'sha o'zgartirmadim. Lekin o'zgartirish niyatim ham bor edi. Kommentariyaga yozinglar agar o'zgartiraymi, o'zgartirmaymi? Kommentariyaga yozsangiz shunga qarab ish qilaman. Opa. Ha, ular qish qol. Qish qolmay ket. Opa. Yapacak. Opa. Opa, o'tib oldim nihoyat. Молодец, boru. Abi yoqay. Quramiz. Opa, opa. Opa. Lekin do'stlar, albatta obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin, like ham bosish esingizdan chiqmasin. Va men Telegram kanalim bor. O'sha Telegram kanalimda silkasini kommentariyada qoldiraman. O'ta obuna bo'lib qo'ysanglar, o'ta har xil youtuberlar bilan bo'ladi. Va yana shu atrofda uzmaslar ham bor, agar bilsanglar. Uzmaslarni bosinglar, u ham chiqib keladi. Xullas, shunga o'xshash ko'p youtuberlar bor. Sigma boy va yana har xillari bor. Oho. Ancha tel chiqdimi bu yoqqa? 2 minut ichida shu yoqqa keldim. Siz bo'lsa birinchi YouTube kanalimda hali o'ta qolib ketgandim, hali chiqa olmagandim. O'ta pastlik bor, chuqurlar bor. Hop, bu yerda endi biz nima qilamiz? Hop. Nima qilish mumkin? Do'stlar, bu mod men Telegram kanalimda bo'ladi. O'ynab ko'rib va bu nima qilish kerakligini kommentariyaga yozib qo'yib yuboringlar. Tushunmayman, bu to'g'ri pastga tushib beraymi? Pastga tushaman bo'lmaydi. Hop. Unda hozir nima qilamiz? Qo'ydik. Buni bu yoqqa chiqdim, yana bu yoqqa o'tdim, bu yoqqa kelib, lekin bu yoqqa chiqib ketdim. Shunda hozir menga ideya kelyapti. Nima qilib borish kerak? Hozir bu taqana qilib. Hop. Hop, endi ket. Qolma. Nam tushamiz. Bu yerdan chiqolmay qolib ketamiz. Tushib ketib, lekin tushib ketmas. Shuncha ko'tarilganim hozir. Va do'stlar, yurib men topa oldim. Lekin ancha vaqt ketdi shunga ham. Endi bu ham parkur. Opa, o'tdi. Va bu yoqqa chiqaman. Qiyinga o'xshaydi. Qo'ygan joyim bor. Hammasiga qo'ygan joyim bor. Boyagi esingizda bo'lsa, kran ustiga chiqdim. Bu yoqqa chiqsam, mana anasi bor ekan. Nima bu? Nima qilaman?
adashmasam bu yoqqa kelsam kerak. Hop. Tugab qopti. Do'stlar, mana qayt o'ta oldim. Hop. Ana endi yemagan loyli parkurlardan o'tishim kerak. Sen şutmu? İkide aylanıp koyar tarafına. Bir akılımız ekan. Butça. Bu tam yok. Holatda. Yemegan joylar bilan yemegan joylarni bizga kursu otdimi? Uyalmayman. Hoppa. Faqat buni nima bo'la? Demak hozir biza aynan shu parkurdan o'tishimiz kerak. Hoppa. Hoppa. Qilmay. Hoppa. O'tdim. Hoppa. Qani. Hop mana. Hop. Buradan o'tirib o'tmasa bo'lmaydi. Hoppa. Ben işte muhtemelen otomasam video tugaydi. Chunki bu mana ikkinchi YouTube kanalimda birinchi videosi bo'ladi. Uzun bo'lib ketsa bu ham qo'yilmasligi mumkin. Hoppa. Ketdi. Do'stlar, videoga jon ko'rgan bo'lsangiz like va obuna qo'yishingiz chiqmasam, yana aytgancha kanalga obuna bo'lish ham bu jimg'ajib ketdi. Hemen e'tibor qilinglar, agar sizning kanalimga yangi bo'lsangiz, 4 like, 4 obuna va do'stlarga tarqatib qo'yinglar, chunki bu mening eng YouTube kanalim. Sog'lik bo'laylik. Hammaga xayr.